Bugungi kunda qishloq xo'jaligini zamonaviy texnikalar bilan ta'minlash ustuvor vazifalardan sanaladi. Chunki sohada yuqori mahsuldorlikka erishishda ana shu texnikalar kuchidan samarali foydalanish o'ziga xos ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa zamonaviy paxta terish mashinalari va don kombaynlariga bo'lgan qiziqish va e'tibor yildan yilga ortib boryapti. Endilikda ushbu seronim texnikalarini ekspluatatsiya qilish va ularni uzoq vaqt ishlashini ta'minlashda belgilangan tartib-qoidalarga amal qilish talab etiladi. Nishon tumanida qishloq xo'jalik texnikalarini saqlovga olish bo'yicha tashkil etilgan mintaqaviy o'quv seminarida muhim jihatlarga e'tibor qaratildi. Bugungi kunda Qashqadaryo viloyatimizda 200 ta paxta terim mashinalari mavjud, 320 ta g'alla o'rish kombaynlari mavjud. Bu paxta terish mashinalarini hozir bugungi kunda saqlash bo'yicha mana respublika miqyosida o'quv seminari bo'lib o'tmoqda. Bu yerda hozir agroinspeksiya rahbari tomonidan, viloyat hokimligi tomonidan qanday saqlovga olish bo'yicha fermerlarga texnika bilan shug'ullanadigan tushunchalar berilmoqda. Bu chunki juda qimmatga olingan texnikalar ko'p yillar xizmat qilishi uchun qanday asrashimiz kerak bo'yicha hozir o'quv seminar davomida tushuntirishlar olib borilmoqda. Viloyatimizda terim mashinalarini saqlovga olish bo'yicha, kombaynlarni saqlovga olish bo'yicha o'zimizni chora-tadbir rejalarimizni belgilab olganimiz. Ayrim fermerlarimiz o'zimda menda saqlov imkoniyatim bor, o'zimga mumkin bunda ham hozir rahbarlarimiz tomonidan tushuncha berildi. Agar o'zida ham saqlash mumkin bo'lsa, uni ham saqlashni o'zida bemalol qilish mumkin. Bitta markazlashgan holda saqlash kerak bo'ladigan bo'lsa, ichki ishlarimiz ham buni qo'riqlashi, qarashi bo'yicha o'zlariga tushunchalar berildi. Ushbu o'quv seminar Vazirlar Mahkamasining tegishli ko'rsatmasiga asosan paxta va g'alla yig'im terimi mavsumida qatnashgan paxta terish mashinasi va g'alla o'rish kombaynlarini saqlovga olish qoidalarini o'zlashtirish maqsadida tashkil etildi. Unda O'zagroinspeksiya, Ichki ishlar vazirligi, O'zagrolizing aksiyadorlik jamiyati mutasaddilari, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqotlar universiteti hamda Toshkent davlat agrar universitetining professor o'qituvchilari, shuningdek ta'minotchi korxonalari vakillari, fermerlar va klaster korxonalari rahbarlari ishtirok etishdi. Bundan tashqari mintaqaviy seminarda Qashqadaryo, Surxondaryo, Navoiy va Buxoro viloyat hokimlarining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosarlari, O'zagroinspeksiyaning viloyat va tuman bo'limlari boshliqlari hamda soha mutaxassislari qatnashdi. Bugungi yig'ilishimizdan asosiy maqsad nima? Asosiy maqsad mana shu yurtboshimiz tomonidan juda katta islohotlar qilib, mana bu yil o'zida 1000 ga yaqin yangi paxta terish mashinalari yurtimizga olib kelindi. Va mana bu yil hosilni 55% dan ortig'i mashinalar yordamida terib olindi. Endi mana shu mashinalarni biz agar saqlovga to'g'ri olib, ulardan unumli foydalansak, bu mashinalarimizning ish unumi yana uzoq yillar davom etadi va bizni fermerlarimizni, bizni dehqonlarimizni og'irini yengil qiladi. Shuning uchun mana shu Vazirlar Mahkamasi tomonidan demak mintaqaviy mana shu o'quv seminarlari tashkil qilish bo'yicha grafiklar belgilandi. Bugun mana Qashqadaryo viloyatida tashkil qilyapmiz. O'quv seminarlarimizda O'zbekistondagi texnika yo'nalishdagi eng nufuzli oliy o'quv yurtlari, qolaversa paxta terish mashinalari hamda don o'lish kombaynlarini yetkazib bergan xorijiy kompaniya vakillari kelib, mana shu o'zlarining texnikalarini qanday saqlasak samara beradi. Mana shu to'g'risida mas'ullarga tushuncha beryapti va bu mas'ullar bugungi olgan bilimlarini ertaga hududlarga borib, tumanlarga borib, fermerlarga, mulk egalariga tushuncha berib, mana shuni shunaqa qilsak, yana ham biz bundan texnikadan unumli foydalanamiz. Davlatimiz tomonidan shunchalik imtiyoz asosida berilayotgan texnikalardan unumli foydalanamiz. Mana shu prezidentimizni biz sohaga ajratayotgan mablag'larni biz natijasini berib, texnikalardan to'g'ri foydalanishni ularga yetkazish. Maqsadimiz mana shu texnikalardan yana ham maqsadli foydalanib, texnikalardan unumli foydalanib, mana shu qimmatbaho texnikalarni uzoq muddatli saqlanishini ta'minlash. Tadbir davomida paxta terish mashinalari va don o'rish kombaynlarini saqlov qoidalari asosida to'g'ri saqlash, ularni texnik sozligini ta'minlash va keyingi mavsumga sifatli tayyorlab qo'yish masalalariga alohida to'xtalib o'tildi. Shuningdek, seminarda texnikalarni saqlovga olish jarayonida nazorat tizimini kuchaytirish, joylarda bu borada amaliy yordam va mutaxassislar malakasini yanada oshirish zarurligi qayd etildi. Bugungi kunda viloyatimizga katta valyuta evaziga yuqori ish unumiga ega bo'lgan paxta terish mashinalari va don kombaynlari keltirildi. O'ylaymanki, mavsum davomida bu don kombaynlaridan ham, paxta terish mashinalaridan ham juda samarali foydalanildi. Qo'l mehnati bilan bajariladigan og'ir ishlarni juda yengillashtirdi. Mavsum davomida yoki kun davomida juda yuqori ish unumiga ega, masalan 60-100 tonnagacha paxtani bemalol terib olish qobiliyatiga ega.
Endigi asosiy vazifa mana bugungi seminardan ham asosiy maqsad yuqori ish unumiga ega bo'lgan texnikalarni saqlovga qo'yish masalasi ko'rilyapti. Chunki juda muhim masala hisoblanadi. Sababi agar texnikani qoidalarga amal qilgan holda saqlovga qo'yilmasa, keyingi mavsumda foydalanish jarayonida nosozliklar yuzaga keladi va ma'lum bir iqtisodiy xarajatlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun texnikalarni saqlovga olishda e'tibor qiladigan asosiy masalalardan bittasi bu birinchi navbatda texnika tozalanishi kerak. Yil davomida olingan kirlardan, moylardan o'sha hamma qismlari top-toza qilib tozalanishi kerak. Ikkinchisi albatta yopiq ayvonlarda saqlanishi kerak bo'ladi. Uchinchi e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu albatta mana yurish qismi deymiz, shina qismlari, demak rezinadan tashkil topgan. Mana shu rezina qismlaridagi bosimlar kamaytirilib 70% gacha ularni tagliklar qo'yib ko'tarib qo'yishga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Va moylanadigan, aylanib ishlaydigan qismlarini moylab qo'yilsa, keyingi mavsumda samara ishlashiga yordam beradi. Asosiy yana bitta e'tibor beradigan tomonimiz bu mashinalarning ko'pchiligi kompyuter texnologiyalari asosida ishlaydi. Kompyuter texnologiyalari bilan ishlagan paytda saqlovga to'g'ri qo'yilmasa, keyingi mavsumda o'sha GPS texnologiyalarning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun albatta namlikdan, issiqlikdan himoyalangan holda saqlansa yaxshi samarali bo'ladi. Bugungi seminar mexanizatorlarga va fermerlarga qimmatli bo'lgan texnikalarni saqlash uchun o'ziga xos muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Mavsum yakunlandi. Endi ushbu qimmatbaho paxta terish mashinalari va don kombaynlari to'g'ri saqlovga qo'yilsa, bu ularning xizmat qilish muddatini uzaytirish imkonini beradi hamda 2026-yilgi mavsumda ta'mirlash ishlari ham yengil kechadi. Seminarda yig'ilganlarga tushuntirish maqsadida bir qator olimlar hamda paxta terish mashinasini ishlab chiqargan korxonalarning yetuk mutaxassislari har bir markali mashinalarni qanday saqlovga olishda qaysi jihatlarga e'tibor berish kerakligi bo'yicha tushunchalar berishdi. 2024-yil 12-dekabrda muhtaram prezidentimizning 431-sonli qarori qabul qilingan. Mazkur qarorda 2026-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasining agrar sohasida, xususan qishloq xo'jaligida yuqori unumga ega bo'lgan eng zamonaviy qishloq xo'jalik texnikalaridan foydalanishni yo'lga qo'yish bo'yicha qator topshiriqlar belgilangan. Shu doirada bizlar nafaqat bularni joriy etish masalasi bo'yicha bu texnikalarga mutaxassislarni tayyorlash, mutaxassislarni qayta o'qitish, talabalarning amaliyotini tashkil etish bo'yicha qator topshiriqlar berilgandi. 2025-yil 10 oy mobaynida bizlar mana shu qaror ustida ishlab o'quv kurslarini tashkil etdik. Talabalarni bevosita amaliyotlarini aynan mana shu zamonaviy qishloq xo'jaligi mashinalarida paxta terishini operator yordamchisi bo'lib amaliyot o'tashlarini joriy qildik. Paxta terish mavsumining yakunlanishi munosabati bilan mana shu qimmat qiymatga ega bo'lgan paxta terish mashinalarini saqlovga qo'yish bo'yicha qanaqangi ishlarni amalga oshirishimiz kerak va buni ilmiy yondashuv bo'yicha o'zimizni mana shu ishlab chiqarishdagi mutaxassislarga o'zimizning tavsiyalarimizni berdik. Real holatda buni qanday amalga oshirish bo'yicha mutaxassislar bilan birgalikda mana shu texnikalarni oldida ularga ko'rsatib namoyish qilib berdik. Bu o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lib, nafaqat bu yerdagi mutaxassislarni, balkim mana shu sohada faoliyat olib beradigan olimlarni, professor o'qituvchilarni hamda ishlab chiqarishda faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassislarning hamkorligini ham, integratsiyasini ham yo'lga qo'yadi. 我们那个从19年开始，我们陆陆续续已经有 Ochig'i, bugun agrar sohaga zamonaviy texnikalar jalb etilmoqda. Korxonamiz tomonidan ishlab chiqarilayotgan zamonaviy terim agregatlari yig'im-terimda qatnashdi. Yaxshi natijalarga erishilyapti. Albatta, bu texnikalar kuchidan samarali foydalanish talab etiladi. Buning uchun vaqtida servis xizmatini ko'rsatish ayni muddao. Endilikda saqlov davrida belgilangan ishlarni bajarish kerak. Dvigatel bilan bog'liq qarorga, shinalar bosimiga va boshqa jihatlarga e'tibor qaratilsa, foydadan xoli bo'lmaydi. Bugun seminar yaxshi o'tayapti. Biz ham o'z tavsiya va maslahatlarimiz bilan qatnashyapmiz. O'ylaymanki, bu o'zining ijobiy samarasini beradi. Shu kuni oliy o'quv yurtlaridan tashrif buyurgan olimlar, soha mutaxassislari bugungi kunda zamonaviy yangi texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan mashinalarni saqlovga olish bo'yicha qanday ishlarni amalga oshirish kerakligi va saqlovga olishdagi asosiy e'tiborli jihatlar bo'yicha o'zlarini fikr-mulohazalarini bildirishdi. Biz orzu qilardik, chunki qishloq joylarda ham biron joylarda texnikani ko'rsak, ichimiz achirdi, saqlanishini ko'rib. Mana shu fermerlarimizga kelib turib, seminar doirasida o'zimizning tavsiyalarimizni berdik.
Biz o'zi albatta xursandmiz. Albatta mana bu qishloq xo'jaligi texnikalarini saqlashga qo'yish muhim hisoblanadi. Ya'ni bu ishonchlikning bitta ko'rsatkichi bu. Texnikani keyingi mavsumga shay holatini ishonchli saqlaydi. Keyingi yil hosilimizni unumli bo'lishini ta'minlab beradi. Men o'z ma'ruzalarimda fermerlarimizga ta'kidladimki, saqlash deganda faqatgina bir binoni ichiga kiritib saqlash emas, saqlash davrida dvigatel bo'ladimi, o'rish qismlari bo'ladimi, yig'ishtirish qismlari bo'ladimi, ularga o'z vaqtida saqlashni va texnik xizmat ko'rsatishlarini ham amalga oshirish muhim ekanligini ularga ta'kidladim. Dvigatel texnikani o'zi saqlanadi, lekin uni saqlashdan oldin masalan dvigatelga 38 litr yoqilg'i qo'yiladi, yoqilg'i bakiga va unga 414 millilitr zangga qarshi vosita qo'yiladi va bu 15-20 minut ishlatiladi. Keyin 15-20 minut sovitiladi. Bu nima uchun kerak? Chunki bu dvigatelning ishlash tizimida ichkarisidagi zanglarimizni yuvib chiqarib ketishimiz kerak. Masalan, agar zang bo'ladigan bo'lsa, shu holatda saqlaydigan bo'lsak, forsunka ichidagi igna, kichkina ignasi bilan purkiladigan qismida o'sha nam ta'sirida saqlash davrida korroziya uchraydi va bekilib qoladi. Bular keyingi bahorda ishlatamiz deydigan bo'lsa, ishlamaydi texnika. Mana shunga o'xshaydigan tavsiyalar berildi. Maqsad fermerlarimizni texnikaga bo'lgan munosabatini oshirish va ulardagi saqlash ko'nikmalarini yaxshilash. Keyingi yillarda respublikamiz qatori mana Buxoro viloyatida ham yuqori unumli texnikalarni xarid qilish bu asosiy mavzu bo'lib qoldi. Sababi mana yildan yilga xalqimizning turmush darajasi yuqori bo'lib, paxta terimida, qolaversa g'alla o'rimida qo'l mehnatidan ketib, asosiy kuch mexanizatsiyaga qaratildi. Shuni inobatga olgan holda joriy yilda Buxoro viloyatida ham mana 133 ta paxta terish mashinalari xarid qilindi. Viloyatimizda mavjud bo'lgan 220 dan ortiq don o'rish kombaynlari, 400 dan ortiq haydov traktorlari mavjud bo'lib, bular hammasi chet elda ishlab chiqarilgan eng zamonaviy texnikalar. Ularning ish unumdorligi ham juda yuqori bo'lganligi munosabati bilan mana uzoq muddat ishlatish imkoniyatini beryapti. Shuni inobatga olgan holatda mana biz paxta terish mavsumida paxta terish mashinalarini qisqa muddatda don o'rish kombaynlarini bir yilda 2 marta mana takroriy ekinlar va don o'rish payti ishlatadigan bo'lsa, qolgan paytlari bu mashinalarni saqlovga saqlashimiz kerak. Bugungi mana Qashqadaryo viloyatida o'tayotgan amaliy seminar ham mashinalarning umrini uzaytirish, ular qolaversa ularni mana shunday saqlovga qo'yish bo'yicha bizga tushuntirilyapti. Buning eng asosiy maqsadi shundan iboratki, yuqori unumli texnikalarimiz bu uzoq yil mehnat qiladi hamda buni xarid narxlari ham juda yuqori. Buni biz qanchalik umrini uzaytirib, qanchalik bundan samarali foydalanadigan bo'lsak, bu bizni dehqonlarimizga, mana fermerlarimizga uzoq yil xizmat qilib berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuni inobatga olgan holatda bugun mana o'quv seminarida mana shunday yopiq angarlarda saqlash, qolaversa ularni ochiq dalada qoldirmaslik bo'yicha juda katta amaliy tavsiyalar berildi. Tavsiyalarda shundan iboratki, mana texnikani saqlovga olayotgan paytida biz juda ko'p narsalarga e'tibor bermaymiz. Ularning mexanizmlarini moylash, yana o'sha mexanizmlarning umrini uzaytirish uchun mana bugun olimlarimiz tomonidan juda bir ijobiy tavsiyalar berildiki, agar biz bu tavsiyalarga amal qilsak, bu texnikalarning umri uzayishi bilan bir qatorda buni uzoq yil ishlatish imkoniyatiga ega bo'lamiz hamda tannarxi ham uzoq yil ishlatganligimiz munosabati bilan bu arzonga tushadi. Bu esa fermerlarimizni juda qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari muhtaram yurtboshimizni texnikaga bo'lgan juda katta e'tiborlari, qolaversa mana shu yangi xarid qilgan texnikalar bo'yicha subsidiyalarni ajratish ham fermerlarimizga juda qo'l keldi. Kelgusi yil mana shu to'liq mexanizatsiyaga o'tishni imkoniyatga olib, yana qo'shimcha ravishda yuqori unumli mana shu paxta terish mashinalarini xarid qilishni juda katta dastur amal qilib o'zimizga reja qilib olganmiz. Seminarda mavjud yuqori unumli g'alla o'rish kombaynlari va paxta terish mashinalarini mavsumdan keyingi saqlovga olish bo'yicha amalga oshiriladigan ishlar tahlil qilindi. Saqlov jarayonlari ko'zdan kechirilib, galdagi aniq vazifalar belgilab olindi. Maqsad zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikalarini benuqson ishlashini ta'minlash, umrini uzaytirish va ko'zlangan maqsadga erishishdan iboratdir.